Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men yana Johnny FC. Uzoq vaqtga yo'qolib ketganim uchun uzr. Biz yana Open Pack'ni boshlaymiz. Qani unda ketdik. Birinchi pakimiz La Ligadan bo'ladi. Va bu pak yaxshi o'yin tushadi degan umiddaman. Jakob oshmadi. Va bu Luis Estaves. Hop, keyingi pakimiz. Bu ham juda zo'r oshmadi. Bundan esa qaytdagi bir o'yinchi. Va yana o'sha Gonzalo Guedes tushmoqda. Menimcha bugun bizga yaxshi o'yin tushmaydi degan o'y ham menga kelmoqda. Chunki o'zingiz ko'rib turibsizlar, 5 ta ochmoqdaman. Birontasida ham yaxshi o'yinchi tushmayapti. Eng balanti 114 bo'lmoqda hozircha. Ovozimga e'tibor bermaysizlar, tomog'im og'riyapti. Hop, keyingi pakimiz 115 ta oldik bu yerdan. Va men buni olish nestoyatligini tushundim. Chunki 650 taga 300 ta dona menimcha kerak emas. Hop, bizning keyingi pakimiz 115 plus bo'ladi va unda yaxshi o'yin tushadi degan umiddaman. Hop, biz La Ligani tanlaymiz. Va 115 plus. Shu yerdan yaxshi o'yin tushadi degan umiddaman. Qani, Pedri tushsa anchagina yaxshi bo'lar edi. Chunki menda Lamine Yamal bor va Pedri ikkalasi juda ham yaxshi o'ynaydi degan umiddaman. Hop, qani unda bosdik. Yaxshi oshmadi menimcha. Qani ketdik. Ispaniya. SM Real Betis Pablo Forlans. Birmuncha Pedri deb o'yladim. Afsus, Pedri tushmadi. Hop, keyingi pakimizni ochishni boshlaymiz. Bu ham La Ligadan bo'ladi. 3 ta draftimiz bor. Birinchisida esa hech kim tushmadi, Musor. Ikkinchisi ham Musor, Hansko, Atletico Madrid o'yinchisi. Keyingisi esa yana Gonzalo Guedes. Nima qilaman buni? Bizga Eto keldi. Bu pulli. Men birinchi bepul qiladi. O'sha bepulini ochmoqdaman. Hop. Bu yerdan bepuldan bizga nima tushar ekan? 300 ta shart tushmoqda. Buni biz nima qilamiz bilmayman. 300 taga xuddi bitta o'yinchi olib oladigannaqa. Hop, keyingisi 30 ta dona ochdimi, adashmasam, 115 bo'lishi kerak. Ispaniya, Sapnik, Barselona. Kim edi bu? Fermin. Hop, keyingisini ochishni boshlaymiz. Menimcha 5 ta yurdi. Hech kim tushmagan bo'lsa kerak-da. Joe Martin tushibdi. Keyingisi yana 5 ta ochdi. Bundan esa bizga Hansko tushmoqda yana. Keyingisi bu ham ko'p oshmadi, 5 ochdi. Menimcha bizga yaxshi o'yin tushmayshi kerak. Luis Estaves. Keyingisi yana 5 ta. Nima bo'lyapti? FK nima qilyapsan? Hop, biz endi ekstra time ochishni boshlaymiz. 4 minutdan boshlaymiz. Keyin esa oxirida 30 minutali ochishamiz. Hop, 4 minutdan bizga kim tushadi? Hech kim yo'q. Biz 112 ni olishga majburmiz. 117 tushib qolganda edi. Zo'r bo'lardi. Hop, keyingisidan hech kim yo'q. Nega? O'zi extra time'da unchalik ko'p paklar qolmabdi. 2 dona pak bor. Bular ham umuman hech kim tushmaydigan paklar. Menimcha extra time'dan ko'proq shunaqa paklar ochadigan qilib qo'yganda juda ham yaxshi ish bo'lar edi. Hop, bu yerda biz Gyökeres olamiz. Hop, endi biz 30 minutali ochishni boshlaymiz. Hop, bizga yaxshi o'yin tushadi degan umiddaman. Va olg'a. Wow, nima bu? Nima qilaman men bu o'yinchilarni? Hatto 116 tushmaydimi?
Bilmadim. Xo'p, endi extra time'dan chiqamiz va biza yana boshqa paklarni ochishga kirishamiz. Bu mening ikkinchi akkauntim. Yaqinda ochganman. Bu akkauntda ham shunaqa open paklar qilib turamiz. Asnoviy akkauntimda to'g'risini aytsam juda ham kam open pak qilmoqdaman. Bunda yangi ochilgan juda ham ko'p draftlar, gemslar beradi. Shuning uchun shuni ochmoqchiman. Musor o'yinchi. Keyingisi ham musor. Aurens tushmoqda. Keyingisichi? Voy, keyingisi ham musor. Nega yaxshi o'yinchi tushmayapti degan savol kelmoqda menga. Shuncha draft ochdim. Xo'p, endi bizda La Ligadan overalldan necha bor bizada? 115 bor edi va yana bir bor harakat qilib ko'ramiz. Ikkinchisi shunda ham tushmasa, endi bilmadim, nima bo'ladi. 60 toshdimi, nechta oshdi? Ko'ramiz. Ispaniya. SV Barselona. Kubarsi. Mana yana bitta Barselona o'yinchisi. Shu bilan biz bugungi open pakda ikkinchi Barselona o'yinchisini ushladik. Oshib ketdi. Kim tushdi? Ispaniya. LB. Yana Barselona. Real Madrid. Alvaro Carreras. Mana endi Real o'yinchilari ham tushmoqda. Real muxlislari like bosishni unutmaymiz. Barsa muxlislari esa obuna bosing. Bizga juda ham like kerak va motivatsiyamiz oshadi. Sizlarga esa juda ham ko'p open paklar chiqarishni boshlaymiz. Bizlarga sotiladigan Alvarez tushdi. Sotiladimi? Yo'q, sotilmaydi. Sotilganda 1,880,000 ga sotaverardik. Nega? Yaqinda sotiladi. O'sha paytda sotaveramiz. Hozir bizda yana draft ochmoqdamiz. Yaxshi o'yinchi umuman tushmayapti. Negaligini bilmayman. Xo'p, biz endi storyga kirib 2000 taligimiz bo'lsa, yo'q ekan, afsus. Hali oldim, esimdan chiqib qolibdi vallahi. Bizning akkauntimiz hozircha shu. Hop, biz bu yerdan 5000 ta olamiz va yana biz bitta draft olib, yana open pakni boshlaymiz. Hop, bu yerda sotuv bo'limiga kiramiz. Alvarezda boshqa nimalari ham bor bo'lishi mumkin. Kuchaytirilgan versiyani sotish, ammo yo'q. Alvarezda bironta kuchaytiriladigan variantini ham sotib oladiganlar yo'q. Biz bu yerdan chiqamiz va 3000 taga yoki 6000 taga ikkitadan olamiz. 7000 ta bor ekan, 3000 tadan ikkita olishimizga to'g'ri keladi. Hozir bizda 2000 ta bor edi, 5000 ta qo'shildi. Shu bilan 2 dona yana draft olamiz va biz yana La Ligadan uchirishni boshlaymiz. Hop, birinchisi hech kim yo'q. Urugvay. RB. Kim bu? Mourinho 117. Yaxshi. Ikkinchisida endi walkout bo'lmaydi, chunki 117 tushdi. Nima qiladi walkout berib birinchisida? Natal tushmoqda. Shu Natal meni bezor qildi. Biz Barkola olamiz, chunki ikkinchi akkauntimda LV umuman yetishmaydi. Shuning uchun Barkola olishga qaror qilmoqdaman. Bizga shu yetadi. Ko'pini bermaymiz. Ertadan kerak bo'lib qolishi mumkin. Va biz Barkolani olamiz. Qani, ketdik. Fransiya. LV. Parij. Barkola deydi. Hop, Barkolani oldik. Endi biz La Ligadan yana paket tushirishni boshlaymiz. 3 ta draft bor token. Ham bu draftlarga yaxshi o'yin tushadigan umiddaman. Birinchisi walkout kim bu? Ispaniya. LB. Espanyol kim bu? Carlos Romero degan o'yinchi tushmoqda. Keyingisi Musor. Va yana keyingisi ham Musor. Yo'q, walkout yurdi. Kim bu? Marokash. LV. Real Betis. Ezzalzoğlu degan o'yinchi 115. Mana Musorda kimga keragi bor?
Hop, La Ligadan yana bitta ochamiz. Hop, 113 bor bizada. Bu yerda yaxshi o'yin tushadimi yo'qmi bilmayman, lekin juda ham ko'p 114, 113lar bor. Menimcha 113 tushadi, chunki qayerda ko'rgansizlar 119, shu yerdan 113 plyusdan tushgan. To'g'ri, ba'zilarga tushgan, lekin men olmadim. U yergacha kam yiqilishi mumkin. Va yana endi bizga Serie A keldi va biza Serie A'dan open pay qilishni boshlaymiz. Yangi o'yinchilar Modric, Messilar kelgan. Birontasi tushib qolganda zo'r bo'lar edi. Hop, anchagina yaxshi oshdi. Menimcha 116 yoki 117 tushdi. Ispaniya SV Como va bu javobi Ramon degan o'yinchi tushibdi. Hop, keyingisi esa biza bu yerdan Gabriel olamiz. Gabriel hozircha Arsenalning eng yaxshi himoyachilaridan biri bo'lib turmoqda va shunday ham. Hop, ketdik. Braziliya SV Arsenal. Bu Gabriel do'stlar. Gabrielning statistikalari juda ham yaxshi. Bosh bilan o'ynash, o'ziga xos o'yinchi. Juda ham zo'r. Hop. Keyingisi esa 110, 120 pak bo'ladi. Bu yerda menimcha yaxshi o'yinchi bermaydi. Chunki o'zi sezilib turibdi 110 dan 120 gacha. Menimcha yaxshi o'yinchi bermaydi. Hop, bizda yana ikkita draft bor. Bularni Serie A bo'limidan ochamiz. Hop, Najar 113 kerak emas, Musor. Ikkinchisi 5 ta ochdi. Bu ham kerak emas, Musor. Yana bizda tek ochamiz Serie A'dan 112 plus. Menimcha hech kim tushmaydi. Bilinib turibdi. Hech kim yo'q. Va bizdan open packimiz tugadi. Like va obuna bosishingizdan chiqmasin. Keyingilarda ko'rishguncha xayr.